Ko'chada yuradi, ichadi, chakadi, ota-onaga umuman hurmati yo'q. Meni buni tarbiyalashga kuchim yetmay turibdi. Shunga bir yordam qiling endi. Shumi bachay? Ha, iplos bacha. Kerak qani? O'zingga kerak bo'lsa. Ana, ko'rdingizmi? Chitdi yuragi yomon bo'ldi ekan-a? Boring qani, ishingizni aytavering qani? Mayli, omad. Xo'sh, siz bilan hozir madaniyat to'g'risida gaplashamiz. Madaniyat degandan nimani tushunasiz? Nima o'zi? Yo'q, masalan, kattaga hurmat, kichikka izzat, ota-onani e'zozlash, sansirash noto'g'ri ekanligini bilish haqida biror nima bilasizmi? Dangal gapir, nimani xohlayapsan o'zi mendan? Yana sansiraysanmi? Yo'q. Yana sansiraysanmi? Ha? Yo'q. Amaki, kechirasiz, sansirlaganim uchun. Qayta takrorlanmaydi. Gapi qanday dadanga? Dada, kechirasan, sansirlaganim uchun. O'zgarmagan-ku bu. Chiti programmada ham bo'libdi. Men programmani o'zimga moslashtirman-da. Hozir sizga moslashtirib beraman. Ana bu qanaqa balonligini bilasan? Yo'q, qanaqa balon? Bu bas balonlari O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti. Birinchi rezina texnika zavodida. 200% sifat nazoratda. Jahon poligonlarida sinovdan o'tgan. Qorda, muzda, loyda, любой joyda haydasang bo'ladi. Eng asosiysi bu yirtilmaydi. Tushundingmi? Nima qilay qaman? Bundan hozir uyda turistda bor. Shuni ko'chaga olib chiqasan-da, yana qaytarib joyga qo'yasan uyga. Tushundingmi? Menga qarang, mardikorman, sizga kerak bo'lsa o'zingiz qiling. Qilasanmi yo'qmi? Qilaman amakijon. Ko'taring, ketaman.